31 dekabr Kanadada Sharq Turkiston idora hayatlari yetakchiligida Torontoda muajiratda yashayotgan 500 dan ortiq Uyg'urlar jam bo'lib faoliyat ifodi. Faoliyatga parlament a'zosi Garnet Genius bilan Erkin Dunyo tashkilotining mas'uli qatnashdi. Faoliyatning ichilish murosimiga so'z qildi. Faoliyat nihoyatda tartibli olib berildi hamda sabiylar o'rinlagan har xil nomerlar bilan yig'ilish texmi jonlantirildi. Shuning bilan bir vaqtda Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Turg'un Abduvali xulosa so'z qildi. Chunki bir didorlik shartida bir-birimizni tushunamiz. Concentration camp. Xitoy kommunistlari Yunnan o'lkasidagi Veyshan noyisida 3 masjidni qonunsiz selingan degan sabab bilan pechatlab chiqishga urinishi yerlik tungallarning qattiq noroziligiga uchirgan. O'tgan shanba kuni masjidni pechatlash kelgan soqchilar bilan yerlik tungallar o'tirisida to'qinish kelib chiqib, bir qism kishilar tutqun qilingan. Yaqinda Veyshan noylik Milliy va diniy ishlar komiteti mazkur noyning Xo'yxo'yding, Sanja va Mamujang yezlaridagi 3 masjidning qonunsiz selinganligi, bu masjidlarda qonunsiz diniy tarbiya elib berilayotganligi ilgari surilib, bu masjidlarni pechatlash va cheqishni qaror qilgan. Lekin bu qaror yerlik musulmon tungan ommasining noroziligini qo'zg'agan. Bu harakat Xitoy doiralarining tunganlar markazlik o'ltiraqlashgan Ningxia va Gansuda arab tili maktablarini taqash, arab yezig'ini cheklash, ba'zi masjidlarni cheqishga qarshi yuz bergan norozilik voqealaridan keyin yuz bergan yana bir to'qinishdir. yılı yil harpisida 1989 yılı 4 iyun vaqasiga qatnashgan 56 kishi birlikda bayonot e'lon qilib, 4 iyun vaqasining 30 yilligini xotirlash bilan birga Xitoyning demokratik asos qonunlik siyosat nishonini qayta qurishga chaqiriq qildi. 2019 yılı 4 iyun demokratik harakatining Xitoy kommunistlar tarafidan qonliq bostirilganligining 30 yilligi. Shuning bilan xalq harakati doisi va qatnashuvchilardan O'rkash, Wangdan, Xopin qatarlıq 56 kishi bütün dunyoga unutilib ketgan qonliq fojiani xotirlashi, yangidan harakatga o'tish shuari bilan xotirlashga chaqiriq qildi. Bayonot yana biz Xitoy hukumatiga va bütün dunyoga bildirimizki, Xitoy kommunistlari demokratiyalashtirilmasa, 4-iyun qonliq bostirish voqeasi oxirlashmasa, oxirgacha har qanday badal to'lashdan qat'iy nazar bu kurashni oxirgacha olib boradiganligini, qat'iy voz kechmaydiganligi hamda bu da'voning yangidan boshlanadiganligini bildirdi. 28 dekabr Misrning dunyoga mashhur bo'lgan sayohat o'rni piramida atrofida terrorlik portlatish voqeasi yuz berib, 4 kishi qazo qilgan, 10 kishi yaralangan. Voqea yuz bergandan keyin Misrdagi nurg'un axborot vositalarining xabariga qaraganda, o'lguvchi va yaralanuvchilarning jungolik sayohatchilar ekanligi deyilgan. Ammo Misr Ichki ishlar ministrligi orqadan e'lon qilgan xabarda o'lguvchi va yaralanuvchilarning Vyetnam fuqarosi ekanligi ma'lum bo'lgan.